Bugun sizlar bilan shunaqa qarsildoq baqlajon tayyorlaymiz. Baqlajonlarimizni po'stidan ajratib olamiz. Kerakli shaklda to'g'rab, tuzli suvga 10 minutga bo'ktirib qo'yamiz. Bodring va pomidorlarimizga chiroyli shakl beramiz. Alohida idishga 3 osh qoshiq kukuruznik kraxmal, 1 choy qoshiqda tuz, 2 osh qoshiqda un va 1 piyola suv solib, silliq massa bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. Baqlajonlarimizni kraxmalli massaga botirib, past olovda pishirib olamiz. Endi sous tayyorlaymiz. 3 osh qoshiq soya, chili sousi va asal solib aralashtiramiz. Endi hamma mahsulotlarimizni solib, tuz qo'shib aralashtiramiz. Usti qarsildoq, ichlari yumshoqqina bo'lgan baqlajonli salatimiz tayyor. O'ng tomondagi yurechani bosish esdan chiqmasin.